Sohibkor Murodjon Qosimov یک بینایی نو ساخته دادن با وعده دادن و همین جای سر کره همین حاضره دید استادگی بینا بود کره دادن با قریب وزیر فرهنگ زلفیه دولتزاده تشریف آوردن و همین بینای دیده خرسند شده محفل های تشکیل کنیتان اینجا و مردم جلب کنیتان گفته رفته. Birinchi borganimda rosa 60 yoshda u vaqtda nima shol ekardik, dalaga borib astoydil ishlar edim. Shol joyda ko'proq ol, bil ko'proq ol deyman. Yomon joylarni bersa ham olaveraman. O'sha yil qattiq mehnat qildim. Keyin endi uni aytgandek guruchni pulga borganimiz yo'q, endi Xudo yetkazdi. Mana bu Murodjon bilan Ma'rifjon ishlar edi. Keyin bir vaqt Murodjon keldi Rossiyadan, men hozir gaplashib keldim-u, sizni hajga jo'nataman. 2004-yil yanvarda borib, 17-yanvarda borib, 18-fevralda keldik. 13-yil keyin umraga borayotgan bo'ldik, keyin Muhsinjonu, menu unda bir oy edi, unda 15 kun ekan bir yaxshi bajarib keldik. Keyin Ma'rifjon men Qo'rg'onga bordik 16-yil. Bu safar juda zo'r bo'ldi-da. Yana borgim keladi endi. Desam, Murodjon bu tag'in borgingiz kelyapti. Mayli jo'nataman dedi. Men aytdimki, yo'q, o'zimni jo'natmaysan, ana bu kelinlarda ochiraydi. Kelin bilan boraman. O'sha yil 16-yil rosa zo'r yil bo'ldiki, bir marta Farziyaga bordim, bir marta umraga bordim. 4 marta bo'ldi endi. Boy hajga yo'li ochildi, endi umraga jo'nataman sizni. Keyin Ma'rifjon shunaqa deyildiki, ularga indamadim. Alloh dedim, o'zim-ku hammani bilguvchi. Taqiya o'zimda. O'sha yerda qolsam ham mayli. Kelsan ham mayli, o'zing bilasan. Albatta taqiyani o'zimga qilaman dedim. Suyunib ketaverdim-da keyin.